Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytdilar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor edingiz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. To'g'ri, xato ko'midingiz. Bizga izchil hamroh bo'lib ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Şuna siz ve bizden eriştiğimiz haqiqiy saflık hem a'lo suhbat. Sarkarda yillardan beri uzluksiz izlanish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot sifatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Hozir ko'rayotganinglar Şinjan Sarkarda xalqaro savdochilik shirkati tajdorligida o'tkazilayotgan Xush keldingiz programmasi. Bugungi sandiyana bizning aziz mehmonlarimizning ichida mening tuqqanlarimdan faxrlik inim, bundan desam sizlar tushunsizlar, Mo'minjon Abdukeman bor. Hammalarga mendan o'tli salom. Mush fursatda bizning ustoz yo'lliq akamiz, tad yo'lliq tarbiyachimiz, bizga nurg'un ishlarni o'rgatgan ustozimiz Abdurim akamizningki Hoş geldiniz programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishgandan intayin xursandman. Bu bizga berilgan katta so'rindan ham bahrilanganligimdan intayin xursandman. Rahmat. Katta odam dersan, gaplaring ajoyib zo'r chiqadi. Buncha emas. Va jon ko'rgan odamlar. Jon ko'rgan. Bizning inimiz bo'lgan bilan bizning ko'rgani chiqib deyman. Kichik bo'lganlar. Mo'minjon, mendan necha yosh kichik hozir? 7 yaş küçük Mehmet deyman. Oshkorlash bo'ladimi bu ishni? Bo'ladi. Bu yil hamda 44 yosh kishirib 3 oylik eshib qoldim endi. Shunda olganda 6,5 yosh yoki 7 yosh farqi. Jiq bo'lsa 7 yosh. Demak, chunki bunda qarasam, qachonda qarasam Mo'minjon mening oldimda yoshda bu kichikdi. Chunki bizning ablatlar ishimizning o'ynab yurgan vaqtlarimizda bu texim o'ynab yurganda balkim bunday aytganda shuncha ozoda asli o'zining odamligi petda oldimizda o'ynab yurgan vaqtlari bor. Shuningga biz aşı zamonlardan kelgandan bo'lg'achqa Mo'minjon deslar u degan yaxshi tursa deymanda nurg'un so'rinda. Bundan u degan yaxshi tursa deyman. Mening ko'zimda davomli yoshda ham yosh turib, o'zingmi yosh turdingchi sen? Turdim, Xeli chiqib turding. Ko'pincha yerlarda ishda bizningki mayli kasbdosh inlarimiz bo'lsin, mayli naqshimizni anglovchi qo'llovchilarimiz bo'lsin, burungi vaqtlarda bir so'rinda yoki ma'lum bir faoliyatlarda uchrashsak kichigimen chiqib qoldim. Ha, to'g'ri. Kichigimen chiqib qoldim. Hozir mayli nagili baray, oksimen bo'lib qolib endi bu yerda hozir. Şu lekin oksimen bo'lib qolgan bilan ular puqmay mening ismimni chaqirib qoladi. Mo'minjon aka demay Mo'minjon deb chaqirib o'tirib bir yer kelgancha yeshimizni surishtirib qolsa, men undan 5-6 yosh cho'ng chiqib kelib, u qarmoqdan chiqib keladi. Mana bir ishlar bo'lib qoladi. Shunda vaqtda his qilamsan, o'sha naqshi sal sana shunda foyda qilgan bo'lishi mumkin. Chunki sen davomli yoshlar uchun naqsh aytyapsan-ku. Balki ko'pincha muhabbat naqshlari o'zing huzurlanib aytgan, yoshlarning sana bergan yaxshi bahosi umuman seni bir xil yosh degan tuyg'u egib qo'ydi-ku. Men jinim desin uqmaydim. Birlari Mo'minjon akam desa, "Voy" deb qoladi. Shuna sabab bo'lishi mumkinmi seningcha? Albatta mumkin. Hamda men asli kichigimdan boshlab bir asosan hamma narsani aktiv tarafdan o'ylab nim qildigan bir balo deb o'ylaymaysan. Xafliqni keynimga tashib etib, xo'shallikni oldimga selib yuradigan, qo'g'lab yurma xo'shallik. Shunga o'xshash naqsh aytishni o'zimga nisbatan bir intayin huzurliq bir ish deb qarayman. Undan keyin bu naqshi aytgandan keyinki o'zim aytib chiqqan naqshini
Şu ilan qilgandan keyin buni qayta anglagan vaqtda huzur. Dastlabida buni event tepish uchun anglagan bo'lsam, naqshamning nerda chataq bor, nerda xatolik bor deb anglagan bo'lsam, naqshamni e'lon qilib bo'lgandan keyin uningdagi men asli yez qilib turayotgan kamchiliklar biroq yo'qolib ketib, bir xil faxrlanish tuyg'usi bilan huzurlashga qarab men qolaman. Shuning bilan ko'pchilikning bergan fikri xuddi bir gulga suv qo'shgandeklar bizga nisbatan-chi. Gulni ichildiryapman. Gulni ichirib menga berayotgan uzuq, o'g'itdek, suvdek bo'layotgan ekan, ro'yim ko'tarilib, bir o'zimcha kayfiyatim ko'tarilib qoladi. Shuning bu bilan nihoyatda yaxshi o'qitish bo'ldi. Masalan, shu sening naqsha e'lon qilgandan keyingi boshqalarning sana bergan yaxshi bahosi xuddi gulga suv quygandek, bu gul bo'raklab, ichilgandek davomli ko'nglingda shunday bir tuyg'u paydo bo'ldi. Tuyg'u paydo bo'lgandan keyin yosh turishga foydasi bormi deb o'ylayman. To'g'ri. Albatta, unda suv qo'shib tursiz, yosh tursin bo'lmaydi. Shunda turishni umid qilamiz ham. Bizni qaytarmayotmaslik uchun bu bo'lsa yosh tursin bo'lmaydi. Amaliyotda hozirgi Vangi musiqa xususida naqsh e'lon qilyapmiz-ku. E'lon qilib, hamda fikrlarni ko'pincha ancha-muncha o'qib, vaqt chiqarib o'qib turamiz. O'qigan vaqtda bir kun mening qizim dada deydi, desam, sizni shu deb yozib kelsak odamga egri keldi ekan deydi. Qabul ko'raman deb, qizim shu deb ketibdi deb qabul ko'raman deb. Balla men mushul boshlang'ich maktabda o'qiyotgan vaqtda boshlab ekan, anglab ko'ryapsiz g'aynib fikrlarni. Boshlang'ich hayotimiz siz bilan o'tgan. O'rta maktab hayotimiz siz bilan o'tgan, oliy maktabni siz bilan o'tkazdik. Hozir endi xizmatga chiqdik degan fikrlarni yozib, shu deysiz bo'lmamdan dedi. Ular shu deyishga chiqdi. Jarayon ekan endi. To'g'ri. Bu işte menda shu sen shu yerga kelibsiz hozir. Men tunji qatim tag'a shu ulab qolganda bir xil ko'nglim qabul qila olmaydi. Bu endi tag'olab ketibdi-da, deb aka bekosda tag'olab ketibdi deb boshida bir bo'lgan naqshga kelibsiz sen. Tag'olab shu bir ishkishni yozi. İşte shu deydigan. Dadam naqshingizni yaxshi ko'rdi, onam naqshingizni yaxshi ko'rdi, men yaxshi ko'ryapman degan gaplarga bo'lgan ekan. Endi o'zimiz yosh turgan bilan yeshimiz bir yoq berib o'tibdi deymiz-ku, lekin yanalam yurakdan, ya'ni shu yosh bolalarningki yuragida ifodalamoqchi bo'lgan, shular intilmoqchi bo'lgan naqshlarni ifodalab berishga, shuning ko'nglini o'tishga tirishamiz. Albatta, sening vazifang shu, undan boshlatolmaysan. Chunki bizning tuprog'imizda seni muhabbat naqshchisi deb ataydi. Biz hamda diqqat qilmaymiz. Muhabbat naqshchisi deb nom beribdi. Alamat chiroyli bo'libdi. Unda bo'lganda ki sen uni to'xtatib uzib qo'ysang, balkim nurg'un o'zingga sana mastan bo'layotgan shu nozik dillarni chekib qo'yishing mumkin. Bu naqshlar to'xtab qolsa bo'lmaydi-da. Bizmi ham bu umaq ufqimizning biz uchun davomli umaq hisoblanadigan mush ufqimizning muhabbat naqshlarini uzib qo'ymaslikni umid qilamiz. Mo'minjonning kasbiy jihatdagi alayliklari, kasbiy jihatdagi bizga bergan uzuqlari hamma narsa bizga ayon ko'pchilikka. Balkim men bilmaydigan narsalarni ko'pchilik bilishi mumkin. Ammo ular bilmaydigan taraflarini men bilaman. Mo'minjonning uyida bir mushuk bor. Masalan, u mushukni uz boqqan. To'g'ri. Ammo yana bir mushukmi bor? Yana bir mushukmi bor? U mushuk. Bu qanday mushuk? Salom mushuk. Bu menda. Salom mushugi. Menda gap bir kunsi kech bo'lgan vaqtda 6-7 bo'lgan vaqtda ishimizning birinchi qavatga kirib ketib qolsam, bir aslanchaq keynimdan yugurib keldi. Odatda bu aslanlar yoki mushuklar bu o'ylaramlarda hozir shu shahar saroyida uchrab, yot odam uchrasa aldirab yeniq kelmaydi, qochadi. Yani qochadi asosan. Men odat bir yilda mushuk ko'rsammi, tutqim keladi, bag'im keladi, nima deb ko'rsam. Makam pish deb berib tutqim kelsa, qochadi bu mushuk uchun. O kirkit basam bu chiroyli aslan yenimga kelib tutum so'kilib qoldi. So'kilib qopti. Shuning bilan uni ko'tarib bilan olgan qarab etdim. Va kimdan deb qo'ydim deydi. Va kimdan deb uch qatim to'ldim degan. Makimning deb uch qatim to'lib bilan ekirsam bu ballalarim mendan ortiq amroqda. Shu amroqligidan xo'shulab ketdiki, bu necha vaqtdan mushuk beqipiring deb qoldi.
hech qachon unda bir arzuga yetib bakmagan. Necha qatim beqib, necha qatim voz kechib, boshqalarga aperitiv, boshqalarga berish tarixi bo'lgan. Ma aslan tavuqlarda chiroyli ko'rinib ketdi ko'zimizga. O'zim nayni mavdaydi ekan. Oq bilan qarnar. Elaqi tutqalsiga o'xshash. Oq bilan qarib olgan ekan. Bek chiroyli kuni baqsaq bu shunda bek bir shunda bizga ichki nayti baland bir mushuk chiqdi. Shu eng uzun tarixda mushuk beqish rekordini ana 3 yilga Shulab ketdi. Bu o mushuk nayti o'zgacha aqlli mushuk. Do'yinlardimi? Do'yinlardimi hali? Cho'lpan mushuk va nayti g'ayri qiliqlari bor zaten. Biz ba'zi do'yinlarda ba'zi ko'rinishlarni ko'rib qoladigan, qandoq bunda to'g'ri kelib qoldiganda, mushukdan qandoq bunda harakat bunda qilib qo'yib qoldiganda, degan harakat qiliqlar buning mushugida, buning oilasida bo'lib qolgan. Masalan, to'liq o'tirdi quvvatga vaqtlarimda balkim to'liqsiz bo'lishi mumkinmi, to'liq o'tir bo'lishi mumkin. Aniq vaqtini esimda yo'q. To'liq futbol o'ynaydigan ishlar bor. Endi sizning nima balki futbol topolmasanglar, basketbolni tip o'ynaydigan vaqtlarda keynanda yuribdi. Boshqa bir vaqtingiz bormi? Basketbol tip mening aniq esimda. Azroq yili yo'q, basketbol tip bok ovoz chiqadi. Shuning bilan bizning maktabda, sinfda meni tantarbiya desal ojizroq bo'g'ashma menim. Messenger ma'lum davomli vartardi to'qib jim turdigan edi. Davomli vartardi to'qib qo'yib, ham shunda vartardi turadigan kunlardan birida yomon futbolchidan birisi kulgim kelib ketdi. Udul mushu burnim qilib birni. Jiroqdan tip ekirib, mushu yuzimni rasmiylam qarallab qo'ydi-chi. Asli u vartog'i tepgan top. Sen vartog'i olgandan tutib olmay deb topni oldi o'zingni etib sana tip turibdi aslida. Bundan qisqa tutdi ekansiz asli. Tepmaylam o'zingni to'satsan-da. Shu tutib olmay o'zingni to'satsan. Qilib o'zini to'sab qoldi. Sen o'yilding u chaqda. Ey, bir ziyoli nimish otqan top tutuvog'idek. Shuning bilan bu topni shu o'zimda tutib soldim. Shuning yozi vartadimmi, tumidim. Jugurib bir topni 11 edem qo'g'labmi, jimdim. To'yg'liqma bu deb bir topni 11 edem talish jugitchi birini elib o'zing o'yindandigina. Shuning bilan maydonni qirda o'tiribmi, ko'midan bo'ldi qilsan deb. Televizordan ko'midan. Shu ko'migancha televizordan ko'midim. Endi akamning degandek balkim endi balalarim ko'rdigan vaqt mening balalim taq kichik futbol ko'gchiligi yo'q. Ko'gchiligi yo'q. Ya masalan endi hozir sen uyan qaytib keldik-da. Shunga sen futbol ko'rmaysan. Endi sen futbol ko'rishingga to'g'ri kelib qoldi-da balalar bilan. U mushuk qanday qildi endi? Manda bo'ldi. Toza futbol ko'rayotgan vaqtda hammamiz futbolning chempionlarini, videolarini yo'llayotgan vaqtda men de televizorni ichib, men bir ko'rib baqay degan deb ichib o'tsa bu mushuk chiqib futbolni televizorning oldida sen ko'rdi odamda ko'rdi. Bunday qilib ko'rib ketdi, uni bir tatib oldim, uni bir yo'llab qo'ydim. Ondan keyin bu musobaqa chiqqandan keyin bizdan ballag'atdagi kichkina bir rasmiy kichik to'pimiz bor. Tip bu yanga bir tipida qizim bilan o'g'lim bu yanga bir tipida mushuk u yandan bu yanga yugurib o'ynaydi. O'ynab hatto vartaj olab ketdi. Yiqilib ayandan tutdi, yiqilib ayandan tutdi. Shu bir video. Shuning ichida balla to'pni tepsa, moyandan shu o'zini etib bilan to'pni bundalar vartadek tutib olgan. Bir maydon futbolni ko'rib bo'lgandan keyin kishanda. Shundoq chiroyli chiqib qolgan video ko'rinish. Endi bu o'shanda bir ish endi mushukka bo'lgan ishiq birisi o'zimning hayvonlarga shunda agar ko'chada bir yerda hayvonlarga rayimsizlik qilayotgan deb qolsammi, chidamayman, ko'nglim yerim. Sarkarda alkuyartish pastilari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi soflik va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kortinisiga shohid bo'lib keldi. Sarkarda tish pastilari tish va tishmelik to'qilmalarini qo'g'daydi. Ig'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri bir quni yo'qdir. Sarkarda alkuyar tish pastillarini hammanglarga tavsiya qilaman. Sarkarda alkuyar yurishlik tish pastilari. Tish sog'lomligiga ahamiyat berish u bir mas'uliyat. Tishning sog'lomligi
tan sog'lomligining kapolati. Uzun yillardan beri tish asrashdan iborat bu muhim vazifani sarkarda tish doktori tish pastasiga topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim. Yüzünüzge en yarışıdığını illik külkünüz. Külkünüzge yarışıdığını durdana sağlam işiniz. Çiş sağlamlığı meselesini ben Serker'de çiş doktoruga tapşırdım. Serker'de çiş doktoru yürüşlük çiş bastılları. Görüvatqanınız Serker'de Xalqaro Savdo Çeklik Şirketi tajdorligida ep berilayotgan Xush keldingiz programmasi. Bu yerda bir narsani his qildim. Yaxshi ko'rish degan nima ekan deganga bir javob topdim men bu yerda. Yaxshi ko'rish degan kamchilik bilan qo'shib turib qabul qilish degan gapga. Muhabbat bo'lsa, bir muhabbat qanday vaqtda shakllanadi ekan desa, hammadan mukammal bo'lib ketmaydi ekan-da. Bu mushukning ashunday kamchiliklari bormi? Bir kichkina aslında 3 yil bakıp balkim sen bunda apu qilishdan bunda qabul qilishdan ko'rmon qabul qilgan bo'lishi mumkin. Lekin oxirida bir o'zining mehribonligidan bir talada qolgan mushukni 3 yil bakıp ashuni kamchiliklarini ko'rib, yana shuninga aka mushta qilyapti desa, unimay turib, oxiri bir hayot haqiqatini his qildim, ha? Yaxshi ko'rish degan hammanimiz bilan qabul qilish degan. Mana shu, u hammanimiz bilan qabul qilish. Uni biz yaxshi ko'radigan qiliqlarimiz bor, biz yaxshi ko'rmaydigan taraflarimiz bor. Bir er-ayollik munosabatda cho'qim ayolning yoki erning kamchiliklari bo'ldi. Buni bo'ldi qilib shuni tang qabul qilish. Apu qilish shu jarayonda muhabbat shakllanadigan gapga. Olamat. Ma'ning birisi kelgan degandaychi. Mo'minjonning shu bu hikoyani biz ancha-muncha angladiqcha balla deb birdi. Ba'zini ko'rman, ba'zini ko'rmayman, lekin sirtlik parangda ancha-muncha endi Mo'minjonning mushiga degan bir gap. Bu deganlikqa cho'ng ish emas, lekin bu Mo'minjonning xarakterini mikroturdiganning bir tarpichi. Nimishqa buncha aldirash hammamiz naqshchi cho'lponimiz bizga nurg'un asarlarni beryapti degan hayoti balkim jiddiychilik bo'lishi mumkin. Aman bir jiddiychilik ichida o'tidi deb faraz qildi-ku bu tomoshabinlar yoki mastonalar. Lekin shuni ichida bir mushukka ko'ngil bo'lib vaqt chiqarib o'tganning o'zini biz Mo'minjonning xarakteriga bog'laymiz. Undan boshqa taxi Mo'minjonning dirisiga 100 qushqash ugunib oldi. Ha? To'g'ri. Mana mushu hadislarning hammasi bu yigitning qalbida ajoyib bir so'zlab tugatgisiz bir mehr muhabbatdan bog'lig'ini ifodalaydi. U qushqashlarni mening mushkim sanab o'tirib ketadi. Sonay deydi derizni ichida. Ey deb. Shundoq bir ish kun yigisi taqdi taqdi derizni. Unda ko'rinishlarim bor. Unda taqdi. Mushuk to'g'rilab parang bo'layotganda Mo'minjon dedim, bu mushukni baqmaslik to'g'risida uyda bir talash tortishib ketdi. Dedi, sizlar bunday masalalarda rasmiy demokratik holda yig'inach deydi-ku sizlar. Bu to'g'ri. Rizvongul, ya'ni ayoli Rizvongul, u degan hukumat ishlaydigan qiz u. Bunda o'tirib Mo'minjon, ikki bola qanaqa qilamiz deb mushunday masalalarda bolalarning fikrini yomonbek hurmat qildi degan paranglar bor. Men shu bolalarim bilan bizning oilamizda, masalan, cho'nglarning ichida, masalan, Anvar akamni o'zlarining akillari, dadamning inson, meni tag'am bo'ladi. Anvar akamga bak masligim kelgan men. Unda qarsam, bolalar bilan chaqchaqlashib, bolalar bilan maslahatlashib, kichik vaqtlarni uqmayman. Kichik vaqtida har qanday atan deganniki tarbiyalab tekkizibmi qo'ydi. Unda achchig'ini keltirib qo'ysa. Qanday qilsa yaxshi bo'lsin deb qiladi. Lekin cho'ng bo'lgandan keyingi holatida qarsam, nayte kulki chaqchaq bilan bir-birining maslahatini olishib, kichik demay, cho'ng demay, ishta qilayotganini ko'rib, mana o'rnak kelib, mush bolam mayli Sunayya bo'lsin, qizim, mayli o'g'lim Azmatjon bo'lsin, shu kichigini tortib, oldilar mush bilan tang o'ynashni, tang fikrlashishni shunda odat qilib kelgan. Hatto shunda bo'lg'achqa, mening qizim o'z eg'irvesi bo'lg'achqa sizlarga jiq bilishmaydi, lekin o'g'lim bakroq uch quyruq ifodali turgan bo'lg'achqa sizlar o'g'limning yeshidan gumonlanib qolgan paytlar bo'lgan-ku.
ba'zi gaplarni cho'ng deb yetib qolsa sening balangni yeshini yushiryapsanmi deymi deb degan Abdulla akam haqiqatan shunda bir fikrlashib gaplashib cho'ng qilgan bo'lg'achqa bu bolalar o'qigan sari hozir boshlang'ich birisi to'liqsizda o'qiydi siz menimcha bu ish bunda bo'lmasligi kerak buni bunda qilishimiz kerak deydigan fikrni bizga dadillik bilan deydigan bo'lib erkin fikr qiladi oilada endi hattoki endi mushuk masalasini yana misolga olsak mushuk beqish boqmaslik masalasida men bu mushukni xap qilmaydigan bo'lish uchun sog'lom bo'lish uchun to'rlarda ko'rish orqali buni jo'yi deydigan bir operatsiyani qilayotgan ko'payish tarafdan operatsiya qiladi buni bolalar demaganman o'zan qilyapti kichik bo'lgandan keyin bolalar demaylam qilayotgan buni qanday oldi uqib qolibdi bu bolalarcha uqib qilib hadisi uqib qoldi qanday oldi bu bir kunsi boqmaydigan bo'lib qolgandan keyin Azmatjon o'g'lim nima dedi desa bu mushukka siz mas'ul bo'lishingiz kerak bu mushukka siz mas'ul bo'lishingiz kerak debdi nimasiga mas'ul bo'lmayman bilamsan siz buni baqqan bilan buni meyib qilib qo'ydingiz dedicha o desam siz joyi qilyapsiz buni bu mushuk endi jambaqqan mayda sirtqa chiqsa debchi o'zicha endi kichiklarcha nima deb jambaqqan mayda shu bu mushukni biz qayerga borsak biz opirishimiz kerak degandek gaplar bilan ifodaladi kulib ketdimda kulib chiqdi deganda bu chiqdi ham dedim har holda hozircha o'zimizning fikr tashlashimiz bo'yicha to'liq bir qaror e'lon qilinmagan bilan hozircha kechiktirildi degandek mush uyda tus bo'ladi biz ketguncha biz anadan keyin mush uyda turdi desak avlimo bitir qani deb turilib lekin bizni mush uyda qoldirish tarafdor atani bo'lishlarcha ichki jihatda mo'minjon bunday his qilsam Azmatjon bilan hadis bilan birga tug'gan birga o'ynagan shunda ro'yi o'choq mo'minjon chiroyida nur chiqib turdi bolalari bilan birga bo'lgan rasmlarni ko'rma o'zing mushuning maxsus vaqt ajratamsan yoki biz degandek shu bo'lgandan keyin ko'proq vaqtdan shunga majbur qilamiz bu to'g'riliq shu 2007 yildagi qizim tug'ilgan 5-6 oy bo'lgan vaqtida shunday bir televizor programmasiniki ziyorat nimasi bo'lgan meniki unutolmaysiz nomli plastinkamdan tarqatilishini biz o'zimlar restoranida maxsus bir taqdish murosimi qilib u chog'larda bunda taqdish murosimi deydigan hukm yo'qdi bizda lekin biz shu chog'da qilgan naqshadan bir ish kishini o'qib ma'lumotni taqdil plastin taqdilyotdi deydigan bir ziyorat programmasini qilgan shu vaqtda sizning eng cho'ng nimangiz hozirgi mushkullarda xushallig'ingiz nima degan xushallig'ingiz nima debdi meni eng cho'ng xushallig'im xizmat bak jiq menda hozir xizmat besimi jiq xizmatlarim ko'payib ketib bordi eng cho'ng xushallig'im xizmatdan baldir cho'ktib balam uxlab qolmasdan uyga kirish deb deganman shu chog'da balam uxlab qolmasdan uyga kirish degan shu chog'da shuni amal qilganman shu vaqtda urumchida bo'lsam urumchida reallarda kechda ishlamaydim sirtqi uyan qo'ygan chiqqan vaqtda amal yo'q urumchida bo'lsam shu balam bilan bo'lgan orlig'imni texnik yaqinlashtirish uchun shu cho'ng'idan boshlab bu odatni yetildigan undan keyin hatto akamlarmi sizlarni diqqat qilib qolgan bir qatim man shu balam Anvar akamni biz poyezddan so'ng uzat qilib chiqqan vaqtda endi taq 1,5 yoshga kirmay degan balamni onasi yo'q holatda o'zim qizimni ko'tarib chiqib xo'shlashib chiqsam sizlarga bir xil g'ayirlik tuyulib qolgandek hissiyat bo'lganman shu chog'da kuyab ketdi cho'ng sal yosh cho'ng bo'lgan vaqtda tug'ilgan bolaga bir kuyamda nima degandek bir hissiyat bo'lgan lekin shu chog'dan boshlab menda bolalar bo'lgan vaqt ko'p bo'lishi kerak degan bir qarash bo'lgan maxsus vaqt chiqarib o'ynab tang fikrlashib cho'ng bo'lgan boshqa cho'ng'idan kichigigacha shuni davomlashtirdim hatto Azmatjonning orzu armonlariga diqqat qilib baxtim kichigida bu bolaning o'sib ketilish jarayonidagi
arzu armonlarniki bosqichi faqat tanqon mana turaqliq bo'lmaydi ekan. Biz masalan akam dedi boya bizningki bolalarimiz bo'lgan ekan cho'qim cho'ng bo'lgan chaqda asli men bu ishni qildi ekanman deb qoldigan bir vaqtga kelgan chaqda biz kechikkan bo'lmayli deymiz, pishman qilgan bo'lmayli deb biz mayli cho'ng qizimga bo'lsin, mayli kichik o'g'limga bo'lsin, har ishkilisiga bir cho'ng qizimga 5 yoshdan, o'g'limga 6 yoshdan boshlab pianino o'rganishni dars qilib berdik. Endi bular shu kichik vaqtida zo'rlab o'rgandimda. U o'ynag'isi var ekan, lekin ota-ona bo'g'ichi bu bolalarniki o'ynayapsin deb balki kan qo'yasak bo'lmaydi ekan. Ma'lum bir nuqtadan o'ziga azroq bir ramka qo'yib turib, mushuni ixtiyorlikni berish, ixtiyorlik belgi asosida azroq yetaklash cho'qim bo'lish kerak. Bo'lmaydi ekan. Shuning bilan pianinoda yetakildik. Buningda nayti zo'rlash vaqtlari bo'ldi, o'z ixtiyorlik bilan bo'lgan bo'ldi. Hozir menimda yesh cho'ng bo'lgandan keyin his qilib ketyapti buningki zarur ekanligini. Demak, biz kichik vaqtida buni agar biz buni yaxshi ko'rmaydi ekan deb tashib etsak, cho'ng bo'lgandan keyin asli men mushni qilib ekanman dedi, sen mushni qilib ekansan desa, men mana hozir kichik vaqtimda bir mas'uliyat burishni ado qilolmagan bir ota dars berib qolgan gap. Men kichik vaqtimda bizning vaqtimizda unda bir sharoit yo'qdi. Sharoit bo'lgan bo'lsa dadam o'rgatdi bizga. Bunda sharoit yo'qdi. Shunday bo'lgandan keyin bizga kitob ko'rishdan boshqa uyimizda kichigimizda qarsaqlar bir kitob yozibdi. Shkaf bor. Shu kitoblik turibdi. Shunda bo'lg'ach kitob ko'rishdan boshqani o'rganmayotganman. Bumi yaxshi, alohida cho'ng o'rganish endi. Dadam deydigan, mendan sizlarga qoladigan kitob deydigan bir gap bor, dadamning bir nodir gapichu. Har qanday jutqi bo'lsa, zodi oz deganda 2-3 tal, 4-5 tal kitob zodi elib keldi. Shu jutdan kitob boyaga o'talisizlar. Shunday mendan sizlarga qoladigan kitoblar deydigan bir gap bor, dadam. Buning bilan biz endi bolalarga kitob o'qishni o'rgatdik. Hozirgi sharoitda cho'qim cho'ng bo'lganda yana sening kasbingni qilganmiz deysin, demasin. Mayli bu kasbni qilsin, qilmasin, bu pianino muzikasi bir muzika sohasidagi bir cho'ng bir podshodek bir muzika bu. Mushuni o'rganib bu o'ziga bir ortiqchilik bo'lib qolsin deb uni o'rgatibmiz. O'rgatgandan keyin bu o'g'limniki sal USPT seriyanda shu havo qatnashiga qiziqib qolish. Aeroplan, dastlabki aeroplan qiziqdi, keyin olam qatnashiga qiziqdi. Bu Azmatjonning yani kichik balangning shu osmon jismlariga, astronomiya ilmiga qiziqib qolishi, bu aeroplan qiziqib qolishdan boshlangan. Aeroplan qiziqib qolishdan boshlangan. Dastlabda men buningga bu 19 kunlik vaqtida aeroplanga chiqqan deb aqliga kelgan vaqt, sen 19 kunlik vaqtda aeroplanga chiqqan, rostda aeroplanga chiqqan deb qo'yapti ekanman-da. Men 19 kunlik vaqtimda aeroplanga chiqib ekanman deb ham o'zimni shu chog'da 3 yosh 4 yosh vaqtlarda aeroplan desa shunda nima ketadigan holatda aeroplanga chiqadigan bo'lib ketdi. Dada aeroplanda manglar deydigan. Shuning bilan men aeroplanning modellarini yapatdim. Hatto shu gilamchilik cho'nliqda kichikroq gilamchilik cho'nliqda bir aeroplan stansiyasiniki model xaridasi, binosi, uning aeroplanga chiqish pashtig'i, tamoq to'shish mashinasidan bir yurishni 2000 qo'ygan. Eppadim. Buni bu bir o'ynab ketdi. Buni aeroplan to'xtasin, aeroplan uçsun deydigan qoidalar bo'yicha o'ynab ketdi. Balangning o'ynashiga vaqt deydigan bir gap bo'yicha shuni qiziqayotgan o'xshaydi deb shunga doirroq narsalarni olib berish bilan birga bir kunsi men o'zim yana endi olam jismlari haqida kitobni, anadan keyin olam qatnashi haqida kitobni shuni qo'shib savodi balduchi ketdi buniki. Savodi balduchi chiqqandan keyin shuni olib bersam, buni o'qib kelib bilan bola menga teleskop olib beritgansa dedi. Teleskop olib beritgansa deb bolam bu teleskop qimmat narsa, buning hali yomon emas. Aning ustiga teleskop deganni tabiatda kangri osmon chiroqlar yo'q yerda
ko'radigan narsa desam biz nansanga chiqib ko'rsak bo'ldi emasmi bir aprangadan debda har aldamdi bir orzusini kichik qo'ygan degan qandiray deb uningga yarasha bir 1400 ko'yliq teleskopni birini appazim darizu qo'yilib bu teleskopdan beshinimni ko'rgil bo'lmaydigandek his qilib qoldim men endi to'rda deganda voy uni ko'rayotgan buni ko'rayotgan deb ba'lir ekan buni tanlasak bu oynimi tuzuk ko'ranmadiqchi durbundek bir to'g'ri qurashtiranmagandek bizcha yo unda emasmi yolg'onmi buniki aynaklari yolg'onmi shunaroq bir hissiyatda bo'lsaqmi lekin o'g'lim dada men ko'rdim deydichi bu dada men ko'rdim oyni ko'rdim marsni ko'rdim deydi kichik vaqtda marsni ko'rdim degandiki bu rost ko'ryapti deydi manga nari demaydim men unda desak bo'lmaydi ko'rgan bo'lsam u rost ko'ryapsan men ko'rdim deb cho'ng qilgan andan keyin iPadga osmon jismlarini shu osmonga to'g'ri saqlam qaysi yulduz yoki qaysi planet shu yerda bo'lsa shu planetni ko'rsatadigan bir yumshoq detal bor ekanda shuni tushirib berdim pulga sotib 300 necha qo'yga shuni tushirib bersam buning qarab yurib mayada mars bor ekan mayada a bor ekan mayanda nima bor ekan deb yurib atdigan chiqilgan yulduzning cho'lpan yulduzga venera deb degandek to'g'ri dedimmi xato dedimmi bilmayman shunda bir ishqib azmatchan hozir mo'minjon demakroq to'g'ri shu osmon jismlariga tava o'shunday narsalarni kitobni to'liq o'qib chiqibdi bu hozir mishada bo'lgan bo'lsa agar bu vaqtda savollarimiz bo'lsa biz bilmaydigan doiradagi javoblarga erishib qolamiz biz yechim mezgilida tumshuqda qamal bo'ldik emasmi shu vaqtida bir kuni muntishib qoldik shu akamlar hammasi bor bu shu hozir tushuntirayotgan o'g'limiz Azmat bu osmon jismlari astronomiya ilmiy to'g'risida o'zi bilganlarini so'zlab kelib hozir sanvi sivi kungjen ondan ve kungjen degan yergacha so'zlaganda uni yeshiga nisbatan bu sal ortiq cho'nkab qoladi bu o'zi o'rganib olgan narsalar hatta bu xalqi ve kungjen sivi kungjen svimiga deyman svi oxirgi svimi sanviydi sivigacha o'tkicha bu o'zini parazlarini davodchi bu sivi kungjen deganda balkim bu bir paraz bo'lishi mumkin lekin shuni hozirgi xidon deymizku qarunko'r deganlar bilan bog'layotdi sivi kungenda nimalarning mavjudligini ana shunga qaraganda sivi kungenda nimalar bo'lishi mumkinchiligini paraz qiladi shuni bilan hammamiz hayron qoldik hatto hozir biz vaqt davatgan vaqt asli vaqt emas dedi shu bu biz hozir vaqt davatgan vaqtda quyoshning chiqib tushishiga asosan belgilangan insonlarning belgilangan vaqti bu vaqt emas bu o'zimiz belgilangan o'lcham bir yivi kunjanmi ekan bu ashta kunjan ekanda bu vaqt bo'shlig'i biz o'zimiz belgilangan vaqt bo'shlig'i asli haqiqiy vaqtni 4 o'lchamlik vaqt bo'shlig'i bo'lgan vaqtda ondan ko'rimiz taqdir ko'z bilan ko'rgildi degan gapni qilib meni ishlig'i bizning qallimizda yetmadi degandek qilib yuribdi buni biz so'rashmaylik bizni balkim bu bizning og'zimizdan chiqqan ba'zi bir narsalar dal to'g'ri bo'lib ketamas mumkin chunki ma'noga kelganda garchi azmatjon boshlang'ich o'qiyotgan boshlang'ich o'quvchi bo'lsa-mu haqiqatan osmon jismlariga nisbatan aeroplan havo bo'shlig'i uchishga bek alohida havas qiziqdi shunga doir mo'minjonning to'g'ri yetaklashi bilan qiziqishi rag'bat madad berish bilan modellarni olib berish qo'llashi bilan boshqacha shunday bilish doirasi kangri cho'nqilishib ketgan gapga ular undan boshqa endi shuning bilan bo'shliqqa munosabatga osmon jismlari bilan qiziqib qolibdi shu kitoblarni olib berib shunday teleskopni olib berib qilsa haqiqatan kirib ketdi haqiqatan bu jihat shunga munosabat kitoblarni jiq ko'rib bilishi to'g'ri dal va cho'nqur ashuna bo'lib ketdi bizlar bilmaydigan narsalarni biladigan demak bu yosh aqlni nima aql yoshda emas boshda deb yetaklanish tarbiyalanish o'rganish bilan shu bo'ladiganligi yana bu yerda bir isbotlanyapti bolaning endi orzu armonlari agar muvofiq bo'lsa dadining qurbi yetsa hamma orzu armonga endi yetish bo'lolmaydi ekan lekin yetarligan darajada qo'llab rag'batlantirib bersak balaning aqliy qobiliyatining sog'lom o'sib ketilishiga foydasi cho'ng bo'ldi ekan to'g'ri
Her seher bir erkekni kutib turduğunu yüksek mesuliyet. Ama serkerde el-kuyar erler yürüşlüge emrah bolgan her bir günni men cheksiz memnuniyet ilkedi kutib olaman ve tulup taşkan işenç bilen başlayman. Serkerde el-kuyar erler yürüşlüki ve çarçuyuş suyuqlıqı qamatimga canımı salafat baxsh etdi. Cho'lponlarga xos jazbidarlikni sizmi serkerde erler yürüşlükidan tapalaysiz. Serkerde el-kuyar erler teri asrash yürüşlüki ve el-kuyar mahsulotlari. Ko'rayotganimiz Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tajdarligida ep berilayotgan xush keldingiz programmasi. Mo'minjonning balliq hayoti bo'lgan. Endi mush Mo'minjonmi balliq hayotini nima nihoyatda go'zal o'tkazgan. Chunki mush Abdulat Abdukim uning ustiga Mo'minjonning ustiga Abdusamiy Abdukim Abdusamiy Abdukimning mush qarindoshlarga sang degan ajr mehnatlari bergan mehr muhabbatlar nihoyatda cho'nqur. Nihoyatda tilga ilib o'tishga tegishli. Mening nazarimda Abdusamiy garchi bugun bu suhbatimizda bo'lmasa-mu, u aksi Abdulat Abdukimning qo'l putiga put bo'lishda inisi Mo'minjon Abdukimning mushunchalik hozirgi darajadagi natijalik bir insonning aylanishda oz bo'lmagan ajr mehnatini sarflagan. To'g'ri. O akam endi bu yerda akamning ismi chiqib qoldi. Ailemizniki eng ig'ir yuklarni o'zining ustiga elib olg'ichi hisoblanadi. Biz qilolmaydigan ishlarni ko'pincha biz o'tirib chiqolmaydigan ishlarni, hatto biz o'tirib chiqishni xohlasakmi, akam sizlar chiqmanglar, men chiqib bir taraf qilay deydigan ishlarni qilib, bizning yukimizni yengiltib kelgan bir akamiz, akamning enisi. Hamda mening hozirgi bayga gap kelgan chog'da, mush hozirgi holatga yetishimdimi, nurg'on qo'shqan to'pisi bor. Nimadan degan vaqtda bizningki shu amdi bir ko'tarilib ismimiz xalqning tiliga chiqib qolgan vaqtlarda shu ammiy ishlash bozori bak kang bo'lib avj olgan. Men u chog'da ammiyga ketadigan iqtisod mablag' masalasimi bir xira yomon emas, ig'ir masala edi. Shunday bo'lg'achqa o'zim ammiylarimizni birinchidan iqtisod masalasi, ikkinchidan eng muhimi sifatini yaxshi qilishni mening o'zimning o'ylagandek bo'lib chiqishini o'g'lishib turib umid qilib shu montajlikni o'zim bir kimdan o'rganmaylam shu Malikam degan plastikani boshqa yerda boshlarni montaj qilayotgan o'rinda o'tirib ko'rib o'tirib mening deginim hey manda bo'lsa bo'ldi anda bo'lsa bo'ldi degan yerim bo'lmayotgandek tuyulib qolib men keyingisidan boshlab o'zim bir qilsam degan hissiyat bilan montajlikni o'rganib qolgancha montajlikni o'rganib qolib shu keyingi bir necha plastiklarni hatto atrofimdagi kasbdoshlarimning plastiklarini men montaj qilib bergan. Endi o chog'da rejissyorlik bek osonchilikdichu. Shu rejissyor deydigan holat kun chiqib qolgan bir ahvoli bo'lgan. Men planlab men ishlab rosa osonchilikda. Kim bir plastikni yetakchilik qilib nima qilsa o'zining ismini rejissyor deb yozib oldigan vaqtida biz uqmayamda rejissyor degan shunday bo'ladi deb yozib qolgan. Ammo shu plastikani o'zimizning ishligini barhaqda. Shu vaqtda Abdusamiy akam operatorlikda hali yomon emas yetishib qolgan vaqtlar edi. Bizniki ustoz Amjin kamlarni o'rganib, operatorlarni elib, yurtda ishlatib qolayotgan vaqtlar edi. Mening shu orzuyimga o'zini hali yomon emas tijoratda, tijoratda yo'l tepib, binolarni selib, do'konlarni ijaraga berib yurayotgan akam ashiyat ishlarini setib, yig'ishtirib qilib, shu montajlikqa doir ammiy ishlashlar, apparat elib, kompyuterlarni elib, yenib kelib, biz shunday masalan seg'inmasangmi degan naqshimizning shu ammiylarni Shanxaydan tortib Shinjonggacha bir ishga akufka. Hozir shu bir programmani ishlasak 10-20 odam bir guruh bo'lib ishlaymiz-ku. Bir tal MTVni ishlashga, bir ammiyni ishlashga hozir kamida 10 odam ishlaymiz endi. Unaga girimchik ketadi, operator, chiroqchi, jabduqchi, o'chi deb hatto 5 odam ishlaydi. Biz shu ishimiz jabduqchimiz bo'lgan, chiroqchimiz bo'lgan, operator o'zi bo'lgan, mana bo'lib ishimiz shu Shenzhen, Shanxayda yurib, men seg'inaman
degan plastinkamni ishlab chiqqan. Bu jarayonda har bir qatim shu plastinkaning amaliyotlarini ko'rib chiqsam, o'zimizning shu plastinkani ishlashdan har bir ko'rinishning kayniga singan ajr mehnatimizninki ichida Semiy akamning simasi ko'rinib turdi-ku. Pek cho'ng shu mehnati bilan sening chirog'ingda charchab qilish bosib bo'lmaydi, sen ko'rinish chiqadi odam deb bir mürüsü aparat, bir mürüsü de aparatның yani bir mürüsü de yemek içmeklerimiz, kiyim kechekler olan işlep ketken vaqtlarımız bo'lganda, çoğun bir mehnatkeşning Japakaşning simvoli deb qarayman Semiy akamni. Semiy akam qisami bek amroq. Amroq, shunda. Akamninki ballarıma ben bek amroq, Semiy akamning o'ziga amroq, akamning tərəfləş tegishlik birini ağzımızda tərəfləb bulamayız. Hətta ki hozirgi vaqtlarda mening ham de xalqning oldiga chiqib qolgan nuqtadan turib ko'zib turib menga bo'lgan hurmatni. Men aksi mening akam. Men aksi deb o'ylab olmay, ba'zi bir yerlarga vaqtda meni oldiga chiqarib, to'yga chiqarib, o'zi oqsabda turib qilgan vaqtlar bo'ladi. Shunda bo'lg'achqa men iloji qilib parda aqsida yoki sanning keynida yoki o'zimizning turmushida shu akamning hurmatini qilib olsam, adig'ini chiqarib olsam deydigan umidda bo'laman. Menimcha bu tarafda sen cho'qim u o'zingning mundaq dilga pikkan orzularingni o'rinlay olasan, akangga bo'lgan minnatdorligingni davomli ifodalab tura oladigan yigitsan. Uyda g'am safarda qoch osrimoq bo'lsang agarda